ko'ryapmizki, g'arb matbuotida hozir Trampga bo'lgan suiqasd juda ham ko'p muhokama qilinyapti. Juda ham ko'p muhokama Sharqda ham. Endi Sharqda tabiiy. Endi g'arb o'yladik qandaydir buni yopib ketadimsa, yo'q, ular aksincha turli rakursdan savollar berib ko'rishyapti. Bu qanday bo'ldi, nima bilan o'xshatish mumkin, nega shunday? Mana hozir bir qancha savollarni aytib o'taman Umurbek aka. Qanday savollar qo'yilyapti? Bu sahnalashtirilmaganmi degan shubhaga borib savol berishyapti. Shunday deb savol berishdi, Tramp aytayaptiki, agar buni sahnalashtirilgan bo'lsa, demak 7-oktyabr ham sahnalashtirilgan ekan, Holokost ham sahnalashtirilgan ekan deb javob berdi. Hop, keyin boshqa bir savol berishyaptiki Trampga. Nega sizni bunchalik yomon ko'rib sizni nishonga olishyapti desa, ishlaydigan odam doim nishonda bo'ladi o'zi. Amerikani mevali daraxt, ya'ni men Amerikani hozir ko'taryapman, u deyarli o'lik holatda edi Amerika. Shuning uchun men unga nishon bo'layotgan bo'lsam kerak deb. Keyin yana boshqa endi biroz axloqiy nuqtai nazarlardan ham ba'zi bir masalalar chiqib ketdi mayli endi. Mana bu yerda hozir ekranda qarang. Boyiga yugurib ketyapsiz. Bu qanaqa axran, ya'ni qanaqa xizmat o'zi Umurbek, ya'ni bu yerdan agar istalgan men kechagi ko'rsatuvda aytdim, Umurbek, xudo saqlasin, shuni yonida portlovchi modda bo'lsa nima bo'ladi? Ha, o'sha granata bilan men ham ko'rdim. Granata otganda nima bo'lardi? Dahshat-ku bu, xudo saqlasin. Ya'ni shu darajada, hali no'noqlik deydimi endi, bilmadim. Bir tomondan odam xursand bo'lar ekan, hali davlat rahbarlarining jiddiy qo'riqlayotganini ko'rsam o'zi. Endi albatta bu juda bahsli mavzu, juda bahsli savollar. O'zi mana odamlar ham mediada eshitayotgan gaplardan charchaganda juda ko'p aldashlar bo'lyapti-da. Odamlar mana shu darajada salbiy kayfiyatdaki, mana Kunuz tomonidan o'sha chiqib bu uyushtirilganmi yoki nimami degan fikrni o'sha Hiltondagi otishma to'g'risida YouTube'da yozilgan nimaga sharhlarni ko'ryapman-da. Katta ko'pchiligida 80% deyarli bu uyushtirilgan sirk, ya'ni teatr, bu aktyorlar, har xil o'sha odamlarga allaqachon bu narsa yoqmay qolgan va xuddi o'sha uyushtirilgan degan fikrni ko'pchilik yonini olyapti. Bu meni fikrim emas, men kuzatgan narsamni aytyapman. Demak, murakkabligi shundaki, rasmiy berilgan bayonotni amalda inkor qiladigan ba'zi elementlar bor. Ya'ni, masalan, demak bu uyushtirilgan bo'lsa, u professional emas-ku. Qanaqadir jarohat yetmadi. Nima uchun qo'riqchini otdi? Nima uchun bu agar Trampga uyushtirilgan bo'lsa, Tramp bilgan bo'lsa, nimada joyidan qo'zg'almadi-da, Vensni olib ketishdi. Birinchi bo'lib. U bir-biriga to'g'ri kelmaydigan faktlar odamlarni chalg'itib qo'yadi. Nafaqat oddiy odamlar, davlat vakillari ham hozir bir narsa deyishga qiynaladi bu vaziyatda. Masalan, boshqa davlat rahbarlari yoki etik professional killerlardan so'rasangiz ham, men bilmadim, bu vaziyatga baho berishda qiynaladi-da. Juda ko'p xatolar bor-da. Juda ko'p bir-biriga to'g'ri kelmaydigan narsalar bor. Lekin bitta narsa aniq, mana ko'pchilik ekspertlarning fikri shunday chiqyaptiki, bu sahna deb aytilsa yoki voqelik deb aytaylik, sahna desak o'zimiz ham yon bosgan bo'lib qolamiz. Bu voqelik orqasidan eng ko'p manfaat ko'radigan odam kim bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomondan qilingan degan versiya chiqadi. Ya'ni buni siz xoh uyushtirilgan deng yoki kimdir buni atalab qilgan deng, farqi yo'q. Kim eng ko'p manfaat olyapti bu narsadan va o'sha tomondan qilingan degan ehtimol yuqori bo'ladi. Va men bu pozitsiya tomonda turaman, meni fikrim ham. Ya'ni biz bilmaymiz Tramp jamoasi qildimi yoki uni yonidagilarmi yoki haqiqatni dushmanlari qildimi. Uni isboti bo'lmaguncha gapirishingiz qiyin. Lekin har holda mana yuqorida aytgan narsam shuki, shu paytgacha bergan Trampning gaplari, uni aytgan o'sha ko'rsatgan karomatlari, g'alabalari hammasi savol ostida ekan, bu hattoki rost bo'lsa ham savol ostida bo'ladi. Tushunyapsizmi? Hatto shu darajaga olib kelib qo'ygan o'zlari. Boshqa emas, aynan o'zlari bo'ladi. O'shaning uchun men aytgan bo'lardim, bu masalalarni ochiq oydin ommaga e'lon qilib, o'sha odam bilan masalan oldingi golf klub yonidagi otilgan yoki o'sha chiqishi miting paytidagi otilgan yo hozirgi otgan odamni o'sha suhbatlarini hammasini isboti dalili bilan o'sha mutlaqo konfidensial ruhda o'tkazmasdan ochiq anaqa qilganida ko'p savollar yechilardi. Afsuski unday bo'lmaydi. Baribir bekitishadi, o'sha tergov oldi nimalari deyiladi, boshqa deyiladi. O'shaning uchun odamlarda haqli savol tug'iladi. Bu o'zi rostmi bu? Menimcha rost emas deb xohlagan odam aytishi mumkin. Bu fikrga egalik qila olmaysiz baribir. Umurbek aka, deylik, mana shu voqeadan keyin nimadir o'zgardimi o'zi?
deylik reytinglarda. Ha, albatta, mana bitcoinning narxi ko'tarildi, 79 mingmi, 80 mingga yaqinlashib qoldi. Undan tashqari o'sha ba'zi albatta birjada indekslar endi hammasini unga bog'lash balki noto'g'ridir, lekin baribir ta'sir qiladi. Masalan, hech bo'lmaganda o'sha nima deydi? Totalizatorga pul tikib o'tirganlar bo'lsa, Trampga suiqasd bo'ladi deb tikkanlar bo'lsa, ular ham yutdi-da. Men aytayotgan narsani o'zingiz tushundingiz. Mana masalan, o'sha harbiy qo'lga olindi dedi, Maduroni olinish jarayonida 409 mingmi, qanchadir ming deb summasini e'lon qilishdi. Endi tasavvur qiling, Trampga suiqasd bo'ladi deb tikkan odamlar yana yutdi-da. Va eng qizig'i, agar ular bu narsada masalan xabardor bo'lgan bo'lsa yoki bu narsa ertaga indin chiqib ketadi baribir, ming bekitgani bilan. Agar ertaga indin chiqib ketadigan bo'lsa, toza sharmanda bo'lishadi. Chunki o'sha narsani masalan biz neft, gaz sohasida, energetika sohasida har xil operatsiyalar bo'lganini bilamiz-da. Tramp bayonotlaridan oldin shubhali operatsiyalar bo'ldi deyapti. Kim kafolat beradi bularda ham pul ishlamaganligiga va bu narsaga stavka qilganliklariga? Mana matbuotda allaqachon bu haqida gapirishyapti. Kimdir oldin aytgan bo'lsa, hozir mana Trampga yana suiqasd bo'ladi deb gapirgan bo'lsa, uni nishonga olishyapti. Ya'ni matbuot kameralar. Siz qayerdan bildingiz? Siz qayerdan bildingiz bu narsani? Masalan, siz aytgan ekansiz degan savol ostiga qo'yadi-da. O'shaning uchun men ikkita, uchta jihatga e'tibor bergan bo'lardim. Birinchisi, demak, hamma berilayotgan ma'lumotlarni sinchiklab tahlil qilish kerak. To'g'ri keladimi, kelmaydimi? Ikkinchidan, rasmiy va sariq matbuotni, aytaylik, norasmiy matbuotni solishtirish kerak. Hammasi nima deyapti? Ustozlarimiz aytardi, masalan, g'irt yolg'on bilan o'ta achchiq haqiqat deb aytilayotgan masalan tomonlar aytishi mumkin, lekin ikkalasini qo'shsang-da o'rtadagi o'rtacha tenglik taxminan shu atroflarda bo'ladi. Haqiqat degan yondashuvdan kelib chiqsangiz, mana shu barcha ma'lumotlarni yig'ib turib taxminan o'zingiz xulosa chiqarsangiz, haqiqat shunga yaqinroq bo'ladi degan menda tushuncha bor. Lekin odamlarga nima el og'ziga elak tutib bo'lmaydi deydimi? Odamlarni siz baribir fikrlaridan qaytara olmaysiz. Lekin Trampni bu ya'ni foyda demaylik, ya'ni bu otishma bilan bog'liq narsada bu so'zni ishlatmaylik. Trampning reytingiga qanday ta'sir qildi mana shu? Endi hozir birinchidan zarariga bo'lyaptimi bu yo uning birinchidan yo'q, men aytmayman, baribir ozgina bo'lsa ham yaxshilanadi. Sababi hamma ham sizga o'xshab tahlil qilmaydi. Hamma ham amaldagi vaziyatda xabari bor deb ayta olmayman. Amerikada shunaqa Trampni yaxshi ko'radiganlar bor. Ular nima desa ham ishonishadi. Nima desa o'sha nimaga hech bo'lmaganda yo'q, unaqa emasdir degan nima bilan turadigan odamlarga mana ko'rdingmi deydi-da, bahona bo'ladi va uni qaysidir ma'noda hozir juda yomonlashib ketgan reytingi nisbatan 1-2%, endi ko'p emas, mayli 5% deng, yaxshilanishi mumkin, lekin global nuqtai nazardan olib qaraganda men bu narsa oxir oqibat yaxshilikka xizmat qilmaydi. Chunki agar bular qilinayotgan bo'lsa, uyushtirilayotgan bo'lsa, albatta salbiy natijaga olib keladi. Chunki bular bugun bo'lmasa ertaga chiqib qoladi, indinga chiqib qoladi ertaga bo'lmasa. Va o'shanda eng qizig'i, shuncha uyushtirilgan teraktlardan eng omadlisi Tramp deb hozir e'lon qilishyapti-da. Bu narsa foydaga emas, zararga xizmat qilib qolishi ehtimoli bor. Buni esdan chiqarmaslik kerak.